Ular testosteron bilasizmi nima tushuntiryapti? Nastroyeniya ko'tariladi, jinsiy aloqangiz zo'r bo'ladi. O'zingiz tushib ketadi demayapti. Farmakologiya sizlar o'ylaganchalik oson narsa emas. Uni kontroli вообще kuchli. Qo'y farmani sog'liqqa zarari bor. Shunday. Sog'liqqa zarari bormi yoki zarari yo'qmi bormi yoki yo'q so'rashab bunaqa narsa yo'q. Qo'y farmakologiya tomonlari bor. Shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bir xil trener bilasizmi deyapti? Testosteronni, допустим, siz protein ichyapsizki, siz uni bilasiz nimaligini. Suti zardobidan olingan, oqsil, kunlik normani to'ldirish uchun ichiladi. Lekin ular testosteron bilasizmi nima tushuntiryapti? Nastroyeniya ko'tariladi, jinsiy aloqangiz zo'r bo'ladi. O'zingiz tushib ketadi demayapti. Yo'q, unaqa narsa tryumfga bo'lgan ishtiyoqing zo'r, zarari yo'qmi? Yo'q, zarari yo'q. Ular shunday deb tushunyapti u narsani. Keyin siz cheesecake qilib bo'ldi. Cheesecake degan narsani topishgan. Yo'q, просто proteinni qanday banan beryapsiz, bananni foydali tarafini aytadi, bo'l. Bu shunaqa narsa, как будто. U bilmaydi, o'zini testosteroni va hokazoda. Bunaqa qilmash kerak, endi